Payg'ambarimiz davom etadilar hadisda, ortingizda shunday kunlar keladiki, u kunlarda diniga amal qilib, sabr qilishlik xuddi cho'g'ni ushlash kabi bo'lib qoladi. U kunlarda diniga amal qilgan bir kishi uchun sizlarning amalingizni qilgan 50 kishiga beriladigan ajr beriladi. Sahobalar, yo Rasululloh, bizdan 50 kishinimi yo ulardan 50 kishinimi? Rasululloh aytdilar, bal ajru 50 minkum. Sizlardan bo'lgan 50 kishining ajri dedilar. Nima uchun? Li'annakum tajiduna alal khayri mi'wanan va la yajidun. Nimaga u g'ariblarning savobi sizlarda 50 talarda savobi bilan teng bo'ladi, bittasini savobi? Chunki sizlarga men yordamchi bo'lib turibman, deyaptilar Rasululloh. Mana shu xayrli ishlarni qilishlikda men sizlarga ko'makchi bo'lib turibman. Men borman oranglarda. Ular ana shu ishni ustida turganda ularga yordamchi bo'lmaydi deydi. Sahobalarga berilgan ajrdan 50 barobar ajr shu odamga berilar ekan. Kimga? G'aribga. Gohida inson mustaqim bo'lsa, dinini mahkam ushlasa, g'arib bo'ladida yaqin kishilari malomat qilishni boshlaydi. Ayoli, farzandi, ulfatlari, do'stlari ham bichaga qo'shishni boshlaydi. Modomiki payg'ambarimiz g'ariblarga jannat bo'lsin deb duo qilibdilarmi? Demak, u martaba oson bo'lmaydi.